Şinhua торының xabar qilishicha, Xitoy temir yo'l doiralari dunyodagi ikkinchi cho'ng ko'chma qumliq bo'lgan teklamakan qumliqini chambar shaklda to'liq aylanib chiqadigan zo'r tipdagi temir yo'l qurilishini boshlagan ekan. Xabarda bu qurilishning yangi texnikalar orqali tez surat bilan davom qilayotganligi ko'rsatilgan. 825 kilometrlik bu chambar shakllik temir yo'l Xotan shahridan boshlanib Chorqiliq nahiyasida oyoqlashadigan bo'lib, Xitoyning davlat muhim temir yo'l qurilish turi hisoblangan. Şinhua торының bu yil 2 oyda bu haqda bergan xabarida aytilishicha, Teklamakan qumliqi temir yo'l aylanma liniyasining oxirgi qismi 2022-yili qatnashga ichib etilgan. Buning bilan allaqachon qatnash boshlangan Golmut Korlo temir yo'li, Janubiy atalmish Shinjang temir yo'li va Qashqar Xotan temir yo'llari bilan tutashtirilgan. Qurilish bitgan taqdirda bu dunyodagi tunji qumliqni chambar shaklda aylanib o'tadigan temir yo'l bo'lib qoladi ekan. Xitoy hukumatı yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur diyorida ko'plab aerodrom va temir yo'l qurilishi qilayotgan bo'lib, muhojiratdagi analizchilar bu qatnash turlarining normal ehtiyojidan zo'r darajada eshib ketganligini alohida ta'kidlab kelmoqda. Shu sababdan ular bu qatnash yo'llarining yo'lovchi to'shishni emas, aksicha Xitoy hukumatining g'arbga g'oyat zo'r sonda nopus ko'chirish hamda Uyg'ur elining yer osti boyligini texmi zo'r miqdorda yo'tkab ketish ehtiyoji uchun o'tirg'i chiqayotganligini olg'a surmoqda. Avstraliya davlatlik zaytun top komandasining sobiq topchisi, Yangi Zelandiyalik tanharakatchi Sony Bill Williams yaqinda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qirg'in qilayotganligini keskin tanqidlab, Beyjingda o'tkazilmoqchi bo'lgan 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasini boyqut qilish chaqiriqini o'tirg'a qo'ygan. Sony Williams ilgari 2 qatim dunyo chempioni bo'lgan komanda a'zosi sifatida chempionlik medali olgan bo'lib, hozirgacha jami 7 maydon musobaqaga tushgan bo'lib, texi yengilib boqmagan ekan. U o'tgan hafta yangi liniya aqllar markazi e'lon qilgan Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi maxsus dokladni ko'rgandan keyin bek g'azablangan. Buning bilan u tantarbiya sohasidagilarni 2022-yillik Beyjing qishliq olimpik musobaqasini boyqut qilishga da'vat qilgan. U yana 21-asrda irqiy qirg'inchilikning yangiboshdan o'tirg'a chiqishini to'sishda hamma insonning bir kishilik majburiyati borligini ta'kidlagan. Tesla'ning bosh ijroiya amaldori Xitoy armiyasi Tesla mashinalariga cheklanma qo'ygandan keyin Xitoy savdogarlariga xitob qilib, agar ular ishlab chiqargan mashinalar Xitoyda josuslik qilishga ishlatilsa, u shirkatni taqaydiganligini aytdi. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi josuslik ayblashlari yangi bir pallaga chiqdi. Amerikaning yuqori texnikalik kashfiyotchisi va korxonchisi, elektronlik mashina ishlab chiqaruvchi Tesla'ning qurg'uvchisi va bosh ijroiya amaldori Elon Musk Tesla'ning Xitoyda josuslik qilganligi to'g'risidagi ayblashni rad qildi. Xitoy armiyasi Tesla'ning harbiy aslahalarda ishlatishini cheklab, Tesla mashinalarining kamera uskunalari orqali sonliq ma'lumot to'plashiga munosabatlik bexatarlik andisini e'lon qilgandan keyin Musk sin yig'ini orqali Xitoy savdo dunyosining rahbarlariga xitob qildi. Tesla'ning bosh ijroiya amaldori agar ularning mashinalari Xitoyga qarshi josuslik qilishga ishlatilgan bo'lsa, shirkatni taqaydiganligini aytdi. Filippin davlat mudofaa ministri Delfin Lorenzana Xitoy Janubiy dengizidagi talash tortishliq xoda-toshqa yaqin joyga joylashgan kemalarni qaytarib olishi kerak dedi. Lorenzana Xitoyga tava paraxotlarning mavjudligining rayonni harbiylashtirishdagi ro'shan va ig'vogarchilik harakati ekanligini bayon qilib, ularning egilik huquqini qo'g'dashdagi qat'iyligini ta'kidladi. Lorenzana Xitoyning Filippinning dengiz okean huquqiga daxl-taruz qilayotganligini bayon qilib mundaq dedi. Xitoy Janubiy dengizidagi talash tortishdagi xoda-toshqa yaqin joydagi 220 paraxotni qaytarish kerak. G'arbiy Filippin dengizi davlatlik xizmat atirti e'lon qilgan bayonotida 7 mart Janubiy Xitoy dengizidagi talash tortishli xoda-toshning atrofida 220 Xitoy paraxotining to'xtatib qo'yilganligi bildirilgan. Amerika prezidenti Joe Biden Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qotil deb tasvirlagandan keyin Moskvaga chaqirilgan Rossiyaning Washingtondagi bosh elchisi poytaxtga keldi. Amerika istixboroti Rossiyaning 2020-yillik Amerika prezidenti saylamiga aralashishi to'g'risidagi dokladni e'lon qilgandan keyin ikki davlat o'rtasidagi jiddiylik kuchaydi.
Amerika prezidenti Bayden taratqularning ziyoratini qabul qilganda Putinning bedel to'laydiganligini va uning qotil ekanligini aytdi. Bu bayonotlardan keyin Rossiya Vashingtondagi bosh elchisini Moskvaga chaqirdi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi bayonotida o'zining bosh elchisi Anatoliy Antonovni Moskvaga qaytib, Rossiyaning Amerika bilan bo'lgan munosabatining kelgusini muzokara qilishga chaqirganligini aytdi.